Chortoq tuman axborot kutubxona markazi tomonidan Shuhratni oltin zanglamas romanini tanishtirib o'tamiz. Oltin zanglamas O'zbekiston xalq yozuvchisi Shuhrat tomonidan 1963-1965 yillarda yozilgan roman. Ilk marotaba 1967-yilda nashr etilgan. Oltin zanglamas romanda urushdan oldingi va keyingi davrda mudhish qatag'onlarga duchor etilgan halol, iymon-e'tiqodli kishilarning fojiali qismati badiiy tasvirlangan. Roman Sovet va mustaqillik davrlarida ko'p marotaba nashr etilgan. Sharq nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati romanni 400 betli qattiq muqovada 25 ming nusxadan nashr etdi. 2018-yilda esa Yangi asr avlodi nashriyoti 480 betli qattiq muqovada Kiril alifbosida chop etildi. 2021-yilda G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotidagi 520 betli qattiq muqovada lotin yozuvida nashr etildi. Roman so'nggi marta 2024-yil Zukko kutubxon nashriyotida 512 betli qattiq muqovada lotin alifbosida 3000 nusxada chop etildi. Syujeti roman adibni quyidagi so'zlar bilan boshlanadi. Mehribon onam, sevikli muallimim, qadrdon do'stim, aziz farzandlarimga bag'ishlayman. Asarni bosh qahramoni Sodiq ismli halol vijdonli to'g'ri so'z o'qituvchi. U maktab direktori sifatida juda faol va atrofdagilarga nisbatan talabchan, qattiqqo'l. Uni ana shu xususiyatlari maktabdosh ayrim dangasa, xulqi buzar, saviyasi past xodimlarga yoqmaydi. Atrofda hech sababsiz qamalar avj olgan vaziyat bundaylarga juda qo'l keladi va ular sofdil Sodiqni ham chaquv bilan qamatishga muvaffaq bo'lishadi. Men bu hayotni atrofidamas, naq ichida bo'lganman. Bu mavzuda biror narsa yaratmasam ko'nglim joyiga tushmas edi, deya yozgan edi Shuhrat asari haqida. Qahramonlari: Sodiq o'qituvchi, bosh qahramon; Jannat Sodiqning kasalmand xotini. Keyinchalik Sodiq u bilan ajrashib Musharrafga uylanadi. Musharraf Sodiqning ikkinchi xotini, noto'g'ri bajarilgan abortni qurboni. Marat Sodiqni Musharrafdan bo'lgan farzandi. Musharraf o'limdan so'ng Jannat unga onalik qiladi. Mirsalim o'qituvchi, Shukurov o'qituvchi, Chuhanov o'qituvchi, Qodir Sodiqning ukasi, Azizaga ko'ngil qo'ygan yigit. Adolat xola Sodiq va Qodirni onasi. Hammani jon bolam deganidan mahalladagilar jon bolam xola deya nom berishgan. Aziza Qodirning sevgilisi, Mirsalimning qizi. Institutni bitirgan, frontdagi vrach. Dilovar xo'ja sobiq bosmachi. Dushmanni oltin tuvagiga uchgan sotqin. Bogunni qotili. Bogun Sodiqni do'sti. Pushkaryov NKVD xodimi, Sodiqni tergovchisi. Aziz Kutubxon, ushbu romanni albatta o'qib chiqishingizni tavsiya qilamiz.